$36.500 ikkinchi qavat Novostroyka domimizdan egalaridan to'g'ridan-to'g'ri uyimiz sotuvda. Ko'rishingiz mumkin. Kirish qismi shartdan boshlanadi. Chap tomonda bo'lsa shunaqa chiroyli tarzda garderoblar qilib qo'yilgan. Uni oldida bo'lsa sanuzeli bo'ladi. Uni yon qismida bo'lsa ayollar xonasi, kuxnasi joylashgan, kir mashinalarigacha qo'yib qo'yilgan, to'liq parket pol qilingan 2 xonali ikkinchi qavat uyimiz bo'ladi. Prixoshkadan kelar ekanmiz, chap tomonda bo'lsa o'zini kattalar yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. O'zini mebel, texnika jihozlari bilan birgalikda hali odam kirib yashagani yo'q. Uni oldida bo'lsa shu ko'rinishdagi chiroyli tarzdagi zali bo'ladi. Zali ham kengina neoklastika uslubida qilingan remont. Lokatsiyasi Oq oltin to'yxonasi yaqiniga joylashgan. Novostroyka domlarimizda bo'ladi, Temur Malik ko'chasi. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, $36.500 egalari tomonidan so'ralyapti. Pastda joy egalarining raqamlari bilan beramiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib, baraka qilib olishingiz mumkin.